alaykum yoshlar telekanali muxlislari. Bu yoshlar oqshomimiz jonli efirdamiz. Kamina Ahror Qo'shmatov hamda Marjona Bahodirova. Assalomu alaykum. Har qanday holatda ishdan charchab kelganingizda ham sizga hamisha a'lo kayfiyatni ulashadigan yoshlar oqshomi yana efirda. Azizlar, bugungi efirimiz ham bomba bo'ladi. Ekran yoniga yaqinroq keling, ovozini balandroq qiling. Har doim gapim aytaman. Qarindoshlarni ogohlantiring. Telegram gruppalarga xabar bering. Yoshlarni qo'y, yoshlar oqshomi boshlandi. Bugungi mehmonlarimiz sizga yoqadi. Qo'shiqlari ham, suhbatlari ham, o'zlari ham ajoyib insonlar, takrorlanmas insonlar. Gapimga ishoning. Bugun televideniyada, o'zbek televideniyasi, zamonaviy o'zbek televideniyasida revolyutsiya qilgan boshlovchi keladi. Ana endi men studiyaga bemalol qo'rqmasdan aytaman, o'zbek televideniyasini haqiqiy afsonasi, legenda deydi-yu, legenda. Burxon Sharob taklif qilmoqchiman. Mana ular, mana. Burxon aka, keling Burxon aka. Keling. Assalomu alaykum. Ustoz, omonmisiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Marhamat. Assalomu alaykum Burxon aka, yaxshimisiz? Keling. Assalomu alaykum. O'rningiz alohida. Burxon aka salomlashib oling, teletomoshabinlar bilan keyin men gapiraman. Demak, qaysi kamera qarayman? Assalomu alaykum. Salom. Ahvoga o'xshab gapirsam, gapira olmayman, lekin har holda assalomu alaykum aziz yoshlar telekanali. Qolaversa mana shu ajoyib yoshlar oqshomi ko'rsatuv tomosha qilib o'tirgan barcha tomoshabinlar. Bormisiz, omonmisiz? Xursand bo'ldim barchalarni. G'oyibona ko'rishib turgan bo'lsak ham. Voydod! Marjona, yoningizda kim o'tirganini bilasizmi? Yo'q, siz bilmaysiz. Qani ayting, qani qo'lingizdan kelgancha Burxon aka haqida ta'rif bering, qani. Qo'limdan kelganicha aytaman. Endi juda yaxshi ta'riflay olmasam ham, haqiqiy teleboshlovchi, kinorejissyor. Bunaqa ta'riflar boshqa ijodkorlarga ham aytiladi. Men hozir sizlarga tushuntirib beraman. Kim o'tirganini, studiyada kim o'tirganligini mana men sizlarga tushuntirib beraman. Azizlar, bu inson u zamonaviy boshlovchilikni boshlab bergan inson mana shu inson bo'ladi. Chunki Burxon aka ham chiqqunga qadar boshlovchi degan so'z yo'q edi. U paytda diktor degan so'z bo'ladi. Diktorlar mana bunday olib boradi ko'rsatuvni. Assalomu alaykum, Toshkentda gapiramiz. Biz yoshlar televizor o'chirib qo'yardik, ochig'i. Chunki o'sha paytda, o'shalik qayta qurish paytlari, chet elda endi informatsiyalar kirayotgan paytlari bizga havo yetmas edi, havo. Bir kuni ne ko'z bilan ko'rayki, bir inson televideniyaga chiqib, o'rnidan turib, qo'lini harakatlar qilib ko'rsatuv olib boryapti. O'sha paytchi kallam yorilib ketay degandi bu. Bularkanu xuddi MTV ni ko'rayotgandek bo'lganman, Amerika televideniyasini ko'rayotgandek bo'lganman. Voy, O'zbekistonda ham shunaqa narsa qilsa bo'larkanu. Lekin men hozir tasavvur qilyapman, Burxon aka, qanaqa qiyinchiliklar bilan, qanaqa janglar bilan bu narsaga erishgansiz. U paytda bilasizmi, televideniya Marjon aka kimlar ishlardi? O'zbekiston xalq shoirlari, yozuvchilari xafa bo'lmanglar, televideniyaga aloqasi yo'q odamlar ko'p edi lekin, to'g'risi. To'g'ri, ular badiiy tomonni kengashini qarash mumkin edi, lekin yoshlarni his qilmasdi-da ular. Ana shu paytda Burxon akam bosh ko'tarib, isyon ko'tarib, bayroq ko'tarib, birinchi bo'lib, o'sha paytdagi televideniya ramkalarini tars buzib tashlab, demak, butun O'zbekiston, kerak bo'lsa Markaziy Osiyo yoshlarini televideniya oldiga jamlay olgan inson. Mana ular, mana. Semirib ketdim. Burxon aka, yoshlardan boshlagansiz. Biron bir mubolag'a qo'shganim yo'q. Mana yosh kattalar, mana 30 dan oshganlar, hammasi Burxon akam juda yaxshi taniydi, unda yoshlar ham yaxshi taniydi. Birinchi marta o'sha haligi nima deydi? Xalqaro miqyosda biz haligi chet ellarda ko'rgan kliplarimizni elementlarini ishlatib klip olgan insonda. O'sha paytda ko'rsatuvlar shapkasi bo'lmasdi. Shapkani shunaqa olganlar, replar aytilgan. Biz negrlardan eshitardik replarni u paytda. Unaqa hech kim O'zbekistonda rep aytmasdi. Biz aytayapman-ku, kallaga sig'magan shu darajada ijod qilish mumkinligi, shunaqa qanaqa qilib qilgansiz Burxon aka? Shuncha konservatorlar orasida qanaqa qilib chiqqansiz? Gapirib beraman qisqacha. Qoyil, haqiqatan hozir meni muxlislarim, tomoshabinlarim ko'rib o'tirishdi. Haqiqatan sizning gapingizga, o'zi Ahror gapiga 100% qo'shilib o'tirishdi. Chunki men ko'cha-kuyda har kuni shu gaplarni eshitaman, shu quchoqlab, bag'riga bosib, Burxon aka hali ham salom yoshlar eslaymiz deyshadi. Haqiqatan shu darajadagi, qarang, ko'rsatuv tayyor bo'lib, uni efirga berish jarayoni bo'lganda 6 oy ushlab turishgan. 6 oy to'xtatib turilgan, chunki men turganimda o'sha haqiqatda qo'l cho'ntida bo'lgan. Qo'l cho'ntida. Siz Toshkent studiyasining yosh ijodiy xodimlari tomonidan tayyorlanayotgan Salom yoshlar ko'rsatuvini ko'ryapsiz.
Salom yoshlar. Bu paytgacha uni kallaga sig'dirib bo'lmasdi-da. Keyin- Otib tashardi u paytda, otib tashardi. Yo, yana buni ustiga deydi, nimaga deydi, san qo'ling cho't deydi, mayli qo'ling cho't deydi, yopsa bo'ladi. Nimaga salom yoshlar? Mayda, nimaga salom deyish mumkin? Yo, nima uchun assalomu alaykum yoshlar emas? Nima uchun salom? Men endi yangilik qilmoqchi bo'lganman. Yangilik bu umuman hozir yo biz tasavvur qilolmayapmiz deyishga. Endi u rahmatli bo'lib ketdi. Bizning bir ustozimiz bor edi. Haqiqatan 6 oy ushlab turgan ko'rsatuv. Oxiri xuddi shundoq ligicha biror joyda tiq tegmasdan shundoqligicha efirga berilgan. Ertasiga salom yoshlar butun respublika Shov-shuv bo'lib Shov-shuv bo'lib ketgan. ketdi. Portlagan o'rtoqlar. Bomba portlagan. Men eslayman o'sha damlarni. Malin nima deydi? Ko'rsatuvni tikka turib, bir nafasda tomosha qilardik. Shu Burxon aka chiqsa bo'ldi. Sehrlanib qolardik. Hayron qolardik. Nahotki O'zbekistonda shunaqa narsa qilish mumkin? Nahotki mana shu odam o'zbek bo'lsa debdi, endi to'g'risi. Nima bu? Bu Toshkent studiyasining yosh ijodiy xodimlari tomonidan tayyorlanayotgan Salom yoshlar ko'rsatuvi. Ochiqni aytaman, balki o'sha paytda nima deydi, shu darajada yopiqlik bo'lgani uchun ham, qanaqadir bizga toza havo kerak bo'lgani uchun ham balki shunaqa ta'sir qilgandir, lekin haqiqatni aytayapman, haqiqatan O'zbekiston televideniyasida revolyutsiya qilgan. Hozirgi zamonaviy boshlovchilikning otasi Burxon Sharopov bo'ladi. Yana bir karra xush kelibsiz, sizni ko'rganimizda